Bu bo'limning nomi kunlik kirish hisoblanadi. Ya'ni har kuni ilovaga kirgan holda siz har kuni kirganingiz uchun har xil bonuslar olishingiz mumkin. Mana kirganimizda shunaqa oyna chiqdi. Endi qizil yozuvni bosasiz. O'zingiz tarjima qilib sizga berayotgan amallarni, topshiriqlarni bajarishingiz kerak. Bu ilovada har kuni foydalanuvchi faol bo'lishga undaydi. Bu bo'lim super chegirma bo'limi hisoblanadi. Ya'ni ichiga kirganingizda ma'lum bir summa belgilangan bo'ladi. Mana ko'rinib turibdi. 200 yuanli mahsulot xarid qilsangiz sizga 30 yuan chegirma qilib beradi. Xuddi shunaqa qilib har bitta belgilangan summadagi mahsulotdan chegirma qilib beradi. Bu yerda ham xuddi shunaqa 200 yuanli narsa xarid qilsangiz 30 yuan chegirma qilib beradi. Keyingi bo'limga o'tamiz. Mana bu qizil konvertga o'xshagan bo'lim. Bu bo'limning nomi har kuni naqd pul olish deb nomlanadi. Mana ichiga kirib ko'ramiz. Bu bo'limda har kuni kirganingiz uchun sizga pul beriladi. Yoki bo'lmasa yanada ko'proq pul yig'ish uchun balansingizda uni do'stlaringizga jo'natgan holda pul to'plashingiz mumkin. Har xil sizga havola beriladi. U havolani do'stlaringizga jo'natib, demak, do'stlaringizni ham taklif qilgan holda balansingizni ko'paytirishingiz mumkin. Balansingiz ma'lum bir o'sha yechish miqdoriga yetganda o'sha pulni sizga Alipay orqali yoki WeChat Pay orqali o'zingizga hamyoningizga o'tkazib olish imkoniyati bo'ladi. Qanaqa ishlaydi? Masalan, tugmani bosasiz, shundan so'ng sizga yoki do'stni taklif qilish yoki mahsulotni baholash kabi har xil topshiriqlar beradi. Uni bajarganingizdan so'ng, demak, balansingizga o'sha pul miqdorini tushirib beradi. Mana avtomatik ravishda WeChatga o'tib ketyapti. Demak, WeChatda do'stlarni taklif qilishni tavsiya qilyapti. Shunaqa qilib uni topshiriqlarni bajarishingiz kerak. Endi keyingi bo'limga o'tamiz. Va muddat ham belgilab qo'ygan, ko'ryapsiz, mana bu yerda vaqt ketyapti. Ana shu belgilagan vaqt ichida siz topshiriqlarni bajarishingiz kerak. Keyingi bo'limga o'tamiz. Mana bu bo'limga. Bu bepul sovg'a olish bo'limi. Bu bo'limda ustiga bosganingizdan keyin, demak, sizga biron bir mahsulotni tanlash tavsiya qilinadi yoki taklif qilinadi. Siz o'sha mahsulotni bepul olish uchun do'stlaringizning yordami kerak bo'ladi. Ya'ni biror bir havola beradi sizga. Mana shu havolani do'stlaringizga jo'nating va do'stlaringiz yordamida ularni taklif qilgan holda bepul sovg'a imkoniyatini oshirishingiz kerak. Masalan, siz jo'natgan havolani ustiga bosish kerak. Do'stlaringiz mana har xil sovg'alarni chiqarib beryapti. O'zingiz xohlaganingizni tanlaysiz. Shundan so'ng, masalan, mana shu sovg'ani tanladim. 0 yuan ko'rsatib turibdi mana. Endi mana buni bosgan holda, pastdagini knopkani bosgan holda siz o'sha o'yinda ishtirok etishga rozi bo'lasiz. 5 tagacha tanlagin deyapti. Pastda ko'ryapsiz. Xohlagan bir mahsulotlarni tanlab, mana shu oranjoviy knopkalarni bosib tanlab chiqasiz. Xohlaganingizni tanlaysiz o'zingiz. Mana yana bitta tanladim. Shunaqa qilib 5 ta tanlab olasiz. Men hozir shundoq bosib ketyapman, shunchaki. Mana 3 ta bo'ldi, endi 4 ta bo'ldi va 5-chisini tanlaymiz. Mana 5 ta bo'ldi. Endi mana shu qizil yozuvni ustiga bosasiz. Adresni belgilayapti avtomatik ravishda. Jo'natish uchun tasdiqlaysiz adresni. Qizil yozuvni bosgan holda mana 5 ta mahsulotni olishga tayyorman degan ma'noda mana shu ko'k yozuvni ustiga bosasiz. Mana birinchi qadamdan o'ting, ikkinchisiga o'tyapsan degan ma'noda chiqarib beryapti. Hozir men tarjima qilib o'tirmayman. Ko'k yozuvni ustiga bosasiz. Kopirovka bo'ldi va sразу mana avtomatik ravishda WeChatga o'tib ketyapti, ko'ryapsiz. Endi siz WeChatdagi har bitta do'stingizga u bergan ssылканы jo'natib chiqishingiz kerak. Ularni jo'natgan holda, demak, siz ulardan ana shu havolani ustiga bosishlarini so'rashingiz mumkin. Faqat siz bunga ko'p sizdan mehnat talab qilinishi mumkin, ya'ni 100 ta do'stingizning yordami kerak bo'lishi mumkin. Bu bo'limning nomi, oxirgi bo'limimiz tangalar orqali chegirmalar bo'limi. Bu bo'lim qanaqa ishlaydi? Ichiga kirganingizda sizga har xil topshiriqlar, o'yinlar beradi. Ana shu topshiriqlarni bajargan holda siz tangalar yig'ishingiz mumkin. Ana shu tangalarga mahsulot xarid qilayotganingizda ma'lum bir summani ayirib tashlaydi tangalaringiz hisobiga. Ya'ni masalan 9 yuanli narsa olgan bo'lsangiz, tangalaringizni hisobiga 1 yuan yoki 2 yuan ayirib tashlaydi. Ana shu mahsulotni 7 yuanga yoki 6 yuanga olishingiz mumkin.